bo'yicha. Hamshaharlar, mana bugun biz Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasida turibmiz. Hozir o'sha televideniyalarda chiqqan liftni ishlashi bilan bog'liq savollarimizga aniq bir yakuniy javob topish maqsadida keldik. Hozir qaysi bosqichda liftni Xudo xolasa, ana уже hammalarni tabloni yig'ib olamiz, elektr stansiyani yig'ib qo'ydik, lift yuradi, yurtda, endi o'zimiz ishlayapmiz, ustida yig'iladigan joylar bor, elektr stansiya. Xudo xolasa, endi zarani endi oldin bir ikki kun aniq qiladigan bo'lsa, agar 6 kun, bir hafta deganda xudo xolasa topshiramiz, polностью hammasini bizdan ishga tushadi albatta. qayerni? Bu lift hammasi turistskiy. Turkiyadan keltirilgan. Turkiyaniki hammasi turistskiy. Necha tonnagacha ko'taradi? 1 tonna 200 yozilgan. Biza baribir 1 tonna 200 bo'lgan bilan 1 tonna hisob deyverdik. Nega desangiz, hozir biz o'zimizga olib yurganimiz katta toshi bor. 900 kilo tosh qo'yib qo'yganmiz. Bizani ko'tarib yuribdi. Hozir ishlayapmiz, yuklarimizni otamiz, ustunliklarimizni. Buni xizmat qilish muddati qancha? Xizmat qilish muddati bo'yichami ma'lumot to'g'risida ma'lumot bersam 10 yilda. Kamida 10 yil. Kamida 10 yil.